Shahbozjon ukamiz onasiga Oybek markazidan onasiga oshlarimiz yoqqanligi uchun yana bir marta osh zakaz qildi. Bizlar mana Asqarjon bilan onajonimizga oshlar olib keldik. Onam dedi, sog'indim dedi, bir xursand qilib kelinglar dedi. Sizlarga yana osh mazza qilib iste'mol qilasiz. Dasturxonga issiq non urab, uyda meni onam kutmoqda. Dard yoniga kelma, iltimos mehr beray. Qilagini sozimga bitta men kerak, xolos uyda meni onam kutmoqda. Dard yoniga kelma, iltimos mehr beray. Qilagini sozimga bitta men kerak, xolos uyda meni onam kutmoqda. Bajam topgani nasib bo'lsa, Yaxshi kunlarga qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa kelaman dedi. O'zi 1,5 yil bo'ldi dedi. Toza onam sog'indim dedi. Onam bir kayfiyatini ko'tarib qo'yay dedi. Siz ham xursandchilik. Rahmat sizga. Mayli, xo'p. Ishlaringiz omadini bersin. Rahmat, o'zingizga ham. Rahmat. Xo'p, o'tingizlar. Xo'p, mayli, xo'p.